Assalomu alaykum. O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim fan va innovatsiyalar vazirligi Toshkent davlat transport universiteti malaka oshirish va qayta tayyorlash fakulteti dvigatellarni sovutish tizimi mavzusidagi bitiruv malakaviy ish. Tinglovchi Yusupov Ilhomjon Moltaboyevich, Toshkent viloyati Oqqo'rg'on tuman 1-son texnikumi maxsus fan o'qituvchisi. Bugungi mashg'ulot rejasi quyidagilardan iborat bo'ladi. Birinchi, dvigatellarni sovutish tizimi vazifasi haqida gaplashiladi. Keyin dvigatellarni sovutish tizimi tuzilishi haqida va uchinchi rejaning qismi dvigatellarni sovutish tizimi ishlashi haqida so'z boradi. Dvigatellarni sovutish tizimi vazifasi quyidagilardan iborat. Sovutish tizimi kuchli qizigan detallardan issiqlikning tarqalishini bir me'yorda saqlab, dvigatelning optimal issiqlik rejimini saqlash uchun xizmat qiladi albatta. Ya'niki dvigatelni qisqa vaqtda, ya'ni tez isitish va shu bilan birgalikda optimal ishchi harorat rejimini saqlab turish. Dvigatelda issiqlikning majburan tashqi muhitga tarqatish, ya'ni suyuqlikli bilan sovutish tizimida albatta, yoki havo bilan sovutish tizimi bilan amalga oshirilishi mumkin. Avtomobil dvigatelda asosan qo'llaniladigan suyuqlik bilan sovutish tizimi havo bilan sovutish tizimiga nisbatan bir qator afzalliklarga ega. Birinchidan, dvigatelning detallari qattiq qizib ketmaydi. Ikkinchidan, ishi nisbatan shovqinsiz bo'ladi. Uchinchidan, dvigatelni yurgizish oson, ya'ni ishga tushirib yuborish. Va to'rtinchidan, qobig'alarning bo'lmaganligi sababli ancha ixcham hisoblanadi. Ammo yana shuni unutish kerak emaski, havo bilan sovutish tizimining o'ziga xos bir qator xususiyatlar ham ega. Ya'niki nasos, radiator, kanallar, bog'lovchi patrubkalar, termostat yo'qligi sababli u yengil va oddiy hisoblanadi. Suv g'ilofi bo'lmaganligi sababli esa u muzlab qolmaydi. Quyidagi rasmda biz o'sha sovutish dvigatelda suyuqlik bilan sovutish tizimini ba'zi bir qismlarini, uni joylash o'rni va mana strelkalar bilan yo'nalishlarda ko'rsatilgan, ya'niki suyuqlikni harakatlanish yo'nalishi. Ya'niki o'sha boya aytib o'tganimizdek, dvigatelni sovutish tizimi vazifasi nimadan iborat degan savolga sovuq dvigatelni tez qizdirish va optimal ishchi harorat rejimida saqlab turish degan vazifasidan kelib chiqqan holda suyuqlikning harakat yo'nalishlari strelka bilan ko'rsatilgan albatta. Bunda albatta issiq suyuqlik yuqoridan harakatlanishi hisobiga radiatorning yuqori qismidan radiatorga qarab oqib keladi. Ya'ni majburiy suv nasosi yordamida harakatlantiriladi. Suyuqlik bilan sovitiladigan dvigatellarni, demak, dvigatelning silindrlari atrofida shuningdek kallaga ichida bo'shliqlar, ya'ni sovutish g'iloflari, ya'ni rubashka deb ataladi, bo'lib, ular sovutuvchi suyuqlik bilan to'ldiriladi. Ya'ni suyuqlik quyilganda radiator bo'g'zidan yoki bo'lmasa bugungi kunda radiatorlar shunday ishlanyaptiki, yopiq, uni qopqog'i yo'q, quyish bo'g'zi yo'q va kengayuvchi bachoklar orqali quyiladi. Demak, sovutish g'iloflari, patrubkalar va qizigan suyuqlikni sovutib beradigan radiator bilan ulanadi. Suyuqlik sovutish tizimiga radiatorning yuqori bo'g'zidan quyiladi yoki kengayuvchi bachok orqali. So'ngra bo'g'iz qopqoq bilan zich berkitiladi. Qopqoqda albatta klapanlar bo'lib, sovutish tizimining ichki bo'shlig'i ular orqali atmosfera bilan bog'lanadi. Bunday sovutish tizimini yopiq sovutish tizimi deyiladi. Ya'niki bu paytda dvigatel o'ta qizigan paytda, endi ba'zi bir sabablarga ko'ra va sovutuvchi suyuqlik ham qizishni boshlaydi va dvigatelni yetarlicha sovutib ulgurmagandan keyin atrof harorat ham yuqori bo'lgan vaqtlarda, fasllarda bu narsa kuzatiladi. Ko'pincha bu holatda suyuqlik qizib, qaynash darajasiga yetganda undan ajralayotgan bug'lar o'sha patrubkalar orqali, ya'ni suv kanallari, yo'llari orqali o'tib radiatorga o'tishi mumkin. Undan keyin radiatordan o'sha qopqog'idagi ochiq trubka orqali tashqariga chiqib ketadi bug'.
yoki o'sha yopiq tizim deb aytyapmiz, ya'niki bunda kengayuvchi bachokka o'tadi va kengayuvchi bachokda qisman biroz suyuqlik quyilgan bo'ladi va bu suyuqlikka tegib bug'lar yana suyuqlikka aylanadi, yana sovutish tizimi yo'liga, kanallariga qaytib tushadi. Buni farqi shunda bo'ladiki, ochiq tizimda, sovutish tizimida demak suyuqlik kamayish ehtimoli bo'ladi, yuqoriroq va yopiq tizimda esa, ya'ni yopiq sovutish tizimida suyuqlikning ham kamayishi juda ham sezilarsiz darajada bo'ladi. Ya'niki uzoq vaqtgacha suyuqlik o'sha bug'larni yana suyuqlikka o'tishni hisobiga suyuqlik deyarli kamaymaydi. Mana quyidagi suratda biz ichki yonuv dvigatellarni sovutish tizimini ko'rib turibmiz, ya'ni suyuqlik bilan sovutish tizimi. Demak, bu yerda mana yuqori suratning yuqori qismida kengayuvchi bachok ko'ryapmiz. Undan keyin radiatorni suyuqlik quyish bo'g'zi, ya'ni og'zi, qopqoq. Radiatorning ustki qismi, radiatorni o'zi, keyin ostki qismi, to'kish jumragi, bog'lovchi patruboklar va albatta mana bu hozir parrak ko'ryapmiz qizil rangda va uni orqasida shesserni ko'rinib turibdi. Bu aytmoqchi bo'lyaptiki, bu yerda suvni haydash uchun markazdan qochma suyuqlik nasosi mavjud va uni yuqori qismida termostat va suv yo'llari, mana silindrlarning orasida silindral blokning kallagini ichidagi suv yo'llari ko'rsatilgan va albatta o'sha haroratni dvigateldagi suyuqlikni yoki dvigatelni haroratini nazorat qilib borish uchun nazorat o'lchov asbobi termometr o'rnatilgan. Ya'ni suv haroratini ko'rsatuvchi asbob hisoblanadi. Bu yerda suyuqlik albatta nasos radiatorning ost qismidan quyi qismidagi suyuqlikni, ya'ni sovib ulgurgan suyuqlikni, ya'ni sovib deganda harorati pastroq bo'lgan suyuqlikni bosim ostida tortib dvigatelni silindrlar blokning kallagidagi suv yo'llariga uzatadi va u yerda albatta bu sovigan, birmuncha harorati past bo'lgan suyuqlik o'sha dvigatelning detallaridagi haroratni o'ziga olib va yana radiatorga qarab o'tib borib sovib, mana shu ko'rinishda katta sirkulyatsiya bo'yicha davom etadi. Bu yerda albatta suv harorati, ya'ni suyuqlik dvigatelni harorati past bo'lgan paytda dvigatelni ishlatib tezroq qizdirib olish uchun, ya'ni optimal harorat, ishchi harorat rejimiga yetkazib olish uchun albatta kichik doira, ya'ni hozir mana bu dvigatelning o'zida termostatning oldidan aylanib o'tgan yo'llar, bu dvigatelning o'zida kichik doira aylana bo'yicha harakatlanadi suyuqlik va dvigatel tezroq yuqori haroratga erishadi va harorat ko'tarilib 90 gradusdan oshgandan keyin, 90-92 gradus atrofida bo'lgandan keyin termostat to'liq ochilib, suyuqlik to'liq radiator orqali o'tib sovib yana dvigatelga qaytib kelaveradi. Nasos mana shu ko'rinishda harakatlantiradi. Bu yerda yana shuni aytib o'tish lozimki, termostat faqat harorat eng yuqori nuqtaga yetgandagina, kritik nuqtaga yetgandagina yoki suyuqlik qaynagan paytdagina ochiladi deyish emas. Ya'niki termostat ma'lum bir harorat 70 dan oshgandan keyin biroz ochiladi. Kichik ozroq yo'l tirqish ochiladi va suyuqlikning bir qismi dvigatelning o'zida harakatlanadi va ma'lum bir qismi radiatorga ham o'tib boradi va harorat sekin-sekin ko'tarilgan sayin termostat o'sha yo'lni, ya'ni katta aylana yo'lini ko'proq ochib boraveradi va o'sha 90-92 gradusga yetgandan keyin harorat, dvigatelning harorati termostat to'liq ochilgan holatda bo'ladi. Shuni aytib o'tish kerakki, yopiq sovutish tizimi ochiq sovutish tizimiga, ya'ni tizim to'g'ridan-to'g'ri atmosfera bilan bog'lanib turadi deganiga nisbatan birmuncha ixcham bo'ladi va suyuqlikning behuda sarflanishi oldi olinadi. Bu haqda boya aytib o'tilgan edi. Tizimda suyuqlikning majburiy harakatlanishi nasos yordamida amalga oshiriladi va suyuqlik nasosi o'zining shkivi orqali dvigatel tirsaklar valvining shkividan harakatga keltiriladi.
Mana bu suratda ko'rib turibmiz, aynan suyuqlikni haydovchi suyuqlik nasosi, suyuqlikni haydash nasosini ko'rib turibmiz. Uni joylashgan o'rnini va pastki quyi qismidagi mana bu bog'lovchi trubka yo'l orqali radiatordan sovigan, ya'ni harorati birmuncha past bo'lgan suyuqlik so'riladi va dvigatelni, ya'ni silindrlar blokini yo'llariga, silindr blokining kallagi yo'llariga qarab uzatiladi va o'sha birmuncha harorati past bo'lgan suyuqlik albatta dvigatel suv yo'llarida harakatlanib o'ziga issiqlikni yuqtiradi, ya'ni issiqlikni olib va yana radiatorni yuqori qismidan o'sha bo'g'zini ostidan kirib boradi va radiatorda o'sha kanallar orqali pastga qarab harakatlanishi natijasida yana u soviy boradi, sovib boshlaydi. Mana shu suratda shu narsa ko'rsatilgan. Mana yuqori qismida yana termostatni ostki qismi, ya'ni gafra qismi ko'rsatilgan. O'sha demak, yana shuni aytish mumkinki, suyuqlik blok va kallagi sovutish g'iloflarining qizigan devorlari ta'sirida qiziydi va patrubka orqali radiatorni yuqoriga bachog'iga o'tadi. Ya'ni harorat ko'tarilgan sayin shu narsa amalga oshib boraveradi. Ya'ni suyuqlik havo oqimi bilan shamollatilayotgan radiator naychalarida sovitiladi va radiatorning pastki bachog'iga oqib tushadi. Bu boya aytib o'tilgan gaplar. Radiator orqali o'tadigan havo oqimining vujudga kelishi ventilyatordan va avtomobilning harakatida uning oldida bo'ladigan qarshi havo bosimini oqimidan paydo bo'ladi. Ya'ni bunda avtomobil harakatlanayotganda oldi qismida unga o'sha havo qarshiligi, ya'ni havo oqimi tufayli orqali radiatorni qovurg'a, o'sha kanal orasidagi qovurg'alardan shamol o'tib, havo oqimi o'tib, radiatorda kanallarni sovutadi. Kanallar esa o'sha uni ichkarisida yo'llarida, suv yo'llarida harakatlanayotgan suyuqlikni sovutishni boshlaydi. Ya'ni o'sha suyuqlik kanalga tushganda issiqlikni kanal devorlariga beradi, o'sha trubkalarga beradi va trubkalar o'sha shamol oqimida sovib boradi. Mana shu ko'rinishda radiatorga tushgan suyuqlik asta-sekin haroratini pasaytirib boraveradi. Mana endi bu suratda ko'rib turibmiz o'sha boyagi harakat, ya'ni markazdan qochma nasos dvigatel ishga tushishi bilan mana ko'rinib turibdi, shkif, parrak va tirsaklar valdagi shkif va tasma o'sha dvigatel ishga tushishi bilan tirsaklar val aylanma harakatni boshlashi bilan shkif orqali, tasma orqali ya'ni suyuqlik nasosini harakatga keltiradi. Birato'la hozir bu ko'rinishda dvigatel ishga tushishi bilan parrak ham ishga tushyapti, lekin bugungi kundagi avtomobillarda parrak alohida, ya'ni elektr motorga o'rnatilgan parraklardan foydalanadi. Shunday avtomobillar borki, bitta radiatorga ikkita parrak o'rnatilgan avtomobillar bor, sovutish tizimi mavjud va bitta parrakli ventilyatorlar sovutish tizimi ham mavjud. Demak, suratni tahlil qilamiz. Bu yerda demak dvigatel ishga tushishi bilan suv nasosi ishga tushib, radiatorni quyi qismidan suyuqlikni tortadi va dvigatelga qarab uzatadi. Dvigatelni suv yo'llari orqali dvigateldagi suv yo'llari orqali suyuqlik harakatlanishi natijasida u dvigatelni sovutib boradi. Ya'ni sovutadi deganda to'g'ridan-to'g'ri o'zi borib sovutmaydi. Ya'niki dvigatelni detallaridan qizishi natijasida o'sha ortiqcha haroratlarni o'ziga olib, ya'ni o'zi shu haroratni olib, bundan teplobmen deb aytiladi, ya'ni harorat almashinuvi yuzaga keladi bu yerda. Ya'niki aytaylik, bitta ikkita element bor. Birinchi elementning harorati 50 bo'lsa, ikkinchisiniki 30 bo'lsa, demak o'rtacha harorat 40 bo'ladi. Ya'ni 50 dan 30 ga qarab, 30 dan 50 ga qarab deganday, ya'ni o'rtalanadi. Va shu orqali dvigatelni suv yo'llarida harakatlanayotgan, suyuqlik yo'llarida harakatlanayotgan suyuqlik, sovutuvchi suyuqlik o'ziga dvigatelni issiq haroratini olib, radiatorni yuqori qismidan, mana bo'g'izning ostidan, ya'ni quyish
bo'g'zi qopqog'ini ostki qismidan patrubok orqali radiatorga o'tib boradi va radiatorning kanallari orqali sovitiladi, ya'ni sovutadi, sovib boradi. Ya'ni bunda parrak so'rayapti havoni va oldimizda avtomobil harakatlanish natijasida, oldinga harakatlanish natijasida esayotgan shamol oqimi, havo oqimi uni tezroq sovutishga undaydi. Yana bir narsani aytib o'tish lozimki, aytaylik, mana nima uchun radiator va dvigatel bir-biri bilan rezinasimon, ya'ni ipli rezinasimon patruboklar bilan biriktirilgan. Sababi shundaki, avtomobil harakatlanganda radiator kuzovga mahkamlangan, dvigatel esa balkada bo'ladi va ikkalasi gorizontal tekislikda har xil harakatlanishi, tebranishlar natijasida bir-biridan mutlaqo boshqacha tebranadi. Ana shu tebranishlar vaqtida o'sha rezina patrubok orqali ulanganligi uchun rezina patruboklar deformatsiyalanishi, ya'ni egilishi, qiyshayishishi natijasida radiatorga ham, dvigatelga ham hech qanday ta'sir bo'lmadi. Ularni qattiq bog'lovchi element bilan bog'lashning ilojisi yo'qligi sababli. Yana shuni aytish kerakki, demak, dvigatel suyuqlik bilan sovitiladigan dvigatelni yana tuzilishini esga olib o'tadigan bo'lsak, demak, u radiator, sovutish suyuqligining quvurlari, ta'minlovchi bachok, ya'ni kengayuvchi bachok deb aytamiz, keyin termostat, suyuqlik nasosi, silindr blokining suyuqlik quvurlari, ya'ni suv yo'llari, silindr blok kallagining suv yo'llari, keyin isitish radiatori, elektr ventilyatori bilan jihozlangan bo'lishi mumkin. Radiatorning isitish tizimi jumragi, ya'ni to'kish jumragi, silindr bloki suyuqlikni chiqaruvchi jumrak, ya'ni silindr blokida ham to'kish jumragi va suyuqlik radiatorini to'kish jumragi, ventilyator. Endi ventilyator bitta bo'lishi ham mumkin, juft bo'lishi ham mumkin. Shu tarzda, demak, tizimda sovutuvchi suyuqlik uzluksiz ravishda harakatlanadi. Mana shu tartibda, mana shu elementlar orqali harakatni amalga oshiradi. Ya'niki suv dvigatel ishga tushishi bilan suv nasosi ishga tushadi va o'z navbatida radiatordan suvni so'rib dvigatelni o'sha suv yo'llari orqali harakatlanib, issiqlikni o'ziga olib, yana radiatorning yuqori qismidan o'tib boradi. Kengayuvchi bachokka qachon o'tadi degan savol tug'ilishi bu tabiiy. Demak, kengayuvchi bachokka qachonki dvigatelning harorati o'ta qizib, yuqori haroratga erishgan paytda, ya'ni sovutuvchi suyuqlik nisbatan qaynash haroratiga yaqinlashi va havo pufakchalari paydo bo'lgan paytda o'sha havo pufakchalari, ya'ni suyuqlik bilan birga H2O o'sha suv yo'llari orqali bog'lovchi radiator bilan bog'lanuvchi patrubok orqali kengayuvchi bachokka o'tadi. Ya'ni o'sha joyda kengayuvchi bachokda ham suyuqlik quyilgan bo'lishi shart albatta va o'sha pufakchalar kengayuvchi bachokdagi suyuqlikka tegib, qo'shilib va suyuqlikka aylanadi. Endi tasavvur qilamiz, harorat yana ham ortyapti va bu vaqtda harorat o'ta ortishi natijasida kengayuvchi bachokda ham suv pufakchalari, ya'ni qizigan suv pufakchalari suv bilan birga harakatlanib kengayuvchi bachokdagi suyuqlikni ham haroratini oshirib boradigan bo'lsa va u yerda ham qizigan suv pufaklari paydo bo'ladigan bo'lsa, demak, o'sha kengayuvchi bachokning qopqog'ida ham maxsus klapanlar bor. O'sha klapanlar ma'lum bir bosimga mo'ljallangan va o'sha bosimni yengib tashqariga chiqishni boshlaydi. Ya'niki kengayuvchi bachokning qopqog'i ham tirqishlarga ega. O'sha tirqishlar orqali klapan ezilib, ya'ni klapanning qarshilik kuchi yengiladi-da, o'sha bosim natijasida va tashqariga chiqishni boshlaydi. Bu endi kritik holat hisoblanadi. Mana o'sha kengayuvchi bachokni ko'rib turibmiz. O'sha suyuqlik, o'sha termostat ochildi va dvigatelda qandaydir bir sabablarga ko'ra sovutish tizimidagi harorat ko'tarila boshladi o'z-o'zidan.
va shu natijasida suyuqlik radiatorning yuqori qismidan kengayuvchi bachokka qarab kira boshladi va bunda kengayuvchi bachokdagi suyuqlikka o'sha qizigan suyuqlik yoki pufaklar, havo borib o'sha kengayuvchi bachokdagi suyuqlikni haroratini ham ko'tara boshladi va shu natijasida u yerda ham suv bug'lari hosil bo'ldi va ortiqcha suv bug'lari o'ta bosim yuqoriligi natijasida kengayuvchi bachokning o'sha qappog'idagi klapanlarni qarshiligini yengib, endi bosim yuqori bo'lgandan keyin shunday bo'ladi bu narsa va tashqi atmosferaga qarab, atrof muhitga qarab chiqishni boshlaydi va buni natijasida dvigatelni sovutish tizimidagi bosim, ya'ni xavf tug'dirib kelayotgan bosim yo'qotiladi. Tizimdagi suyuqlik haroratini bilish uchun silindrlar kallagiga datchik o'rnatilgan. Radiatorning o'zida ham bo'ladi datchik, o'sha ventilyatorni, ya'ni elektromotor bilan avtonom ishga tushiriladigan, harorat rejimiga moslab ishga tushiriladigan elektromotorlar, ya'ni regulyatorlar, ventilyatorlar o'rnatilgan bo'lsa, ular ham va unga termometr ulangan. Dvigatelning normal issiqlik rejimida ishlashi uchun silindrlar kallaga g'ilofidagi sovutuvchi suyuqlikning harorati 80-100 gradus atrofida bo'lishi kerak. Dvigatelni tez qizdirish uchun ayniqsa uni birinchi ishga tushirgan paytda sovutish tizimiga termostat o'rnatilgan va dvigatel yurgizilganda g'ilofdagi sovutuvchi suyuqlikning harorati past bo'lganligi sababli termostat klapani bunda yopiq holatda bo'ladi va g'ilofdagi suyuqlik o'tkazuvchi kanal orqali nasosga qaytadi. Bunda suyuqlik kichik doira bo'yicha, ya'ni dvigatelning o'zida aylanishi, ya'ni radiatorga bormaganligi sababli tez qiziydi. Natijada dvigatelning qizishi ancha tezlashadi. Suyuqlik harorati 80-85 gradus Selsiy atrofida ortganda termostat klapani ochila boshlaydi. Shunda suyuqlikning ma'lum miqdori radiatorga, ma'lum miqdori esa suv nasosiga o'ta boshlaydi. Va yana shuni aytish lozimki, bir narsani unutmaslik kerak. Endi hamma haydovchi har xil, ba'zi haydovchilar albatta oddiy vodoprovod suvidan foydalanadi, ba'zi haydovchilar qo'liga kelgan suvdan foydalanadi, ba'zi haydovchilar esa distillangan suvdan ham foydalanadi. Ba'zi endi bugungi kunga kelib endi antifriz ancha keng ommalashgan, ya'ni past haroratlarda muzlaydigan suyuqlik bu. O'sha dvigatellarni, ichki yonuv dvigatellarini sovutish suyuqligi o'rnida suvdan emas, antifrizdan foydalanish hozir ommalashib ketgan. Lekin shuni unutmaslik kerakki, u endi har bir haydovchini o'zini tajriba, malaka, bilimidan kelib chiqqan holda bo'ladi bu narsa. Bu tavsiya ko'rinishida, maslahat sifatida oddiy suv, vodoprovoddan qaynatilmagan suv albatta o'zida mikroelement, mikroorganizmlarga va eritma tuzlarga ega bo'ladi. Qaynab, ya'ni distillangan suv, qaynash yo'li bilan olingan suv, bu yumshoq suv hisoblanadi va unda qoldiqlar, haligi mikroorganizm, mikroelementlar, tuzlar deyarli bo'lmaydi. Yana shuni nazarga olish kerakki, past haroratlarda muzlaydigan, ya'ni antifriz suyuqligi bu 100 gradusda qaynamaydi. U 100 gradusdan yuqori gradusda 110, 120, 130 gradusgacha chiqadi. Bu bilan nima deyish mumkin? Ya'niki dvigateldagi harorat, sovutuvchi suyuqlik harorati 100 gradusga yetganda agar suv quyilgan bo'lsa, demak u qaynashni boshlaydi. Antifriz quyilgan bo'lsa, demak sovutuvchi suyuqlik 100 gradusga yetgani bilan hech qanday qaynash yoki bug' ajralishi kuzatilmaydi. Bu degani dvigateldagi harorat 100 dan oshgan holatda ham dvigatel ishi rejimda yuraveradi. Ya'niki bu optimal harorat emas, chunki dvigatelni o'ta qizib ketishi ham yonuvchi aralashmani yonishiga ancha ta'sir qiladi. Buni ham nazardan qochirish kerak emas. Mana bu suratda ko'rib turibmizki, demak, sovutuvchi suyuqlik radiatorda sovutiladi, ya'ni harorati pasayadi. Nasos orqali suyuqlik majburan harakatlantiriladi va dvigatelda silindrlar blokining kallagini
mavjud suyuqlik yo'llari orqali suyuqlik dvigatelga kirgan haydalgan suyuqlik dvigateldagi haroratni o'ziga singdirib va yana radiatorga qaytadi. Bunda demak yana bir marta qaytarib xulosa o'rnida shuni aytishimiz mumkinki, demak radiator, suv nasosi, termostat, kengayuvchi bachok, suv yo'llari va haroratni nazorat qilib turish uchun nazorat o'lchov asbobi o'rnatilgan va to'kish jumraklari, shkiv, ya'ni ventilyator o'rnida mana parrak o'rnatilgan. Lekin endi bugungi kunga kelib hozir elektromotor yordamida ventilyatorlar, elektr ventilyatorlar qo'llaniladi. Ba'zi avtomobillarda bittadan, ba'zi avtomobillarda ikkitadan o'rnatilgan, ya'ni sovutishni tezlashtirish uchun. Yana shuni aytish lozimki, shu narsaga e'tibor berishimiz kerak, parrakning qanotlar soniga. Aytaylik, qanotlar soni qanchalik ko'p bo'lsa, demak shamolni haydash, so'rish tezligi ham shunchalik oshadi va bunda albatta qish kunlari bu kechagi kun avtomobillarda bo'lar edi. Bu kechagi kun avtomobillarda yuk avtomobillarda asosan o'sha sovutish parragini qanotlari yechib syomniy edi, ya'ni yechish mumkin bo'lgan, almashtiriladigan edi. Qishayib qolgan bo'lsa yoki qish paytida o'sha parrakni 4 tasi qoldirilardi, qolganlari yechib olib qo'yilardi. Yoz paytida ya'ni orasiga yana bittadan parrak bolt va gayka yordamida mahkamlanar edi. Bu metal parraklar edi. Ular albatta bugungi kunda plastmas parraklar ishlatiladi. Ular yengil, ya'ni avtomobilni massasini ham yengillashishga bir omil bo'ladi. Va bugungi kunda mana ko'rib turibmiz, bu kechagi kun avtomobil sovutishda, dvigatelni sovutish tizimi ko'rinishida shkivlar yordamida tasma orqali harakatga keltirilyapti, ya'ni suv nasosi ishga tushirilyapti. Bugungi kunda esa elektromotorli ventilyatorlar o'sha avtonom rejimda ishlaydi. Ya'ni dvigatelning harorati yuqori bo'lgan paytda radiatorningdagi sovutuvchi suyuqlikning harorati kritik nuqtaga yaqinlashayotgan paytda, demak ventilyator o'z-o'zidan unda termodatchiklar bor va relaylar bor. O'sha relay ishga tushib, termodatchikdan kelgan signal orqali ishga tushib, ventilyator parraga aylanishni boshlaydi va tashqi havoni o'ziga so'rib, radiatordagi suyuqlikni sovutish ishiga o'tadi, rejimiga o'tadi. Mana shuning bilan e'tiboringiz uchun rahmat. Bugun ichki yonuv dvigatellarini sovutish tizimi haqida so'z bordi. Bunda bir qancha omillar va albatta sovutuvchi suyuqlik o'rnida nimadan foydalanish, qanday suyuqlikdan foydalanishni haydovchini o'ziga havola albatta. Chunki boya yuqorida aytib o'tilgandek, suyuqlik o'rnida oddiy suvdan yoki qaynatilgan, yumshatilgan suvdan foydalanish bu yaxshi albatta, ammo u zanglarni keltirib chiqarishi mumkin. Shu ehtimoli bor va harorat past paytlarda, ya'ni sovuq kunlarda albatta bu suv yumshatilgan bo'lishiga qaramasdan u muzlashi, sovishi va dvigatelni yana qizdirib, yonilg'i sarfi, vaqt sarfi, mana shu hammasini inobatga olish kerak. Yana shu narsani aytib o'tish kerakki, aytaylik, to'g'ridan to'g'ri olingan suv, ya'ni qaynatilmagan suv, unda tuzlar bo'lishi hisobiga u tez qaynaydi. 100 gradusga yetishi bilan darhol qaynaydi. Qaynatib sovutilgan yoki bo'lsa distillangan suv, endi qaynatib qaynash natijasida hosil bo'lgan bug'lardan paydo bo'lgan olingan suyuqlik, ya'ni yumshatilgan suv, u sekinroq qaynaydi. Chunki uni tarkibida haroratni bir-biriga uzatuvchi o'sha tuzlar, mikroelement, mikroorganizmlar bo'lmaydi. Bu demak kechroq qaynaydi. 100 gradusdan oshgandan keyin qaynaydi.
Undan tashqari yana shuni aytish mumkinki, past haroratlarda muzlaydigan suyuqlik o'rnida ishlatiladigan antifriz bu qaynash harorati birmuncha yuqoriroq. Bu suyuqlikni o'sha kimyoviy xossalaridan kelib chiqqan holdagi ma'lumotlar va bundan tashqari yana shuni aytish lozimki, yopiq va ochiq tizim, ya'ni sovutish tizimini ikkalasini yana bir farqi shunda bo'ladiki, aytaylik, ochiq tizimda suyuqlik havo bilan, tashqi muhit bilan bog'langan bo'ladi. Hech qanday o'rtada yo'llar, to'siqlar yo'q va shuni inobatga olish kerakki, bu paytda suyuqlik tezroq qaynaydi. Yopiq tizimda esa, ya'ni hamma yo'llar yopiq bo'lgan paytda suvni qaynashi kechikadi, ya'ni harorat 100 dan oshgandan keyingina u qaynash ehtimoli bo'ladi. Bu o'sha ilmiy izlanishlar natijasida shunaqa xulosaga kelingan ma'lumotlar. E'tiborlaring uchun rahmat, salomat bo'linglar. Sizlar uchun bu ma'lumotni tayyorlagan Oqqo'rg'on tuman 1-son-texnikumi maxsus fan o'qituvchisi Yusupov bo'ladi. Toshkent 2026-yil Toshkent davlat transport universiteti malaka oshirish va qayta tayyorlash fakulteti bitiruv malakaviy ishi